O'zbek kinosida ilk bora Zahiriddin Muhammad Bobur siymosini gavdalantirgan O'zbekiston hamda Qoraqalpog'iston xalq artisti Muhammadali Abduqunduzov 14 iyul kuni 74 yoshni qarshi oldi. Shu munosabat bilan uzoq yillar Surxondaryo teatrida faoliyat yuritgan, bir necha yil rahbarlik lavozimida ishlagan, o'nlab spektakl va filmlarda turli xarakterdagi rollar bilan tomoshabinlar qalbidan joy olgan aktyorning hayoti oson kechmaganligi hamda uning muxlislaridan yashirgan achchiq haqiqatlariga nazar tashlaymiz. Hurmatli tomoshabin, kanalimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni yodingizdan chiqarmang. Muhammadali Abduqunduzov 1952 yilda Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanining markazi Yaypan qishlog'ida tavallud topgan. Bobosi Ahmad Ali Yaypandagi katta choyxona egasi. Shu sababli aktyor go'dakligidan maktabni bitirguniga qadar o'sha choyxonada bobosining yonida ulg'aygan. Bobomning katta nabirasi bo'lishimga qaramay, 5 yoshimdan choyxonadagi ishlarga jalb qilinganman. Suv keltirish, o'tin yorish, ko'mir tashish kabi mayda yumushlardan boshlab, keyinchalik kattaroq ishlarni ham bajarganman. 11-sinfni bitirgunimcha mana shunday mehnat bilan katta bo'ldim. Hayotning juda ko'p murakkab va qiziqarli tomonlariga mana shu choyxonada guvoh bo'lganman. Undan tashqari o'sha paytda choyxonamizda buyuk ajdodlarimiz Alisher Navoiy, Beruniy, Ibn Sino bobolarimizning katta portretlari osig'liq turardi. Shu qatori Bobur hazratlarining ham suratlari bor edi. Ilk bor u zotning suratini mana shu yerda ko'rgandim. Boshqalarning libosiga qaraganda Zahiriddin Muhammad Boburning kiyimi juda chiroyliligi bilan diqqatimni tortardi. Ko'p marta shu suratga termulib qolganimda dadam rahmatli Muhammadali mijozlar kutib qoldi. Choynakni olib kel, choy damlab beray ularga. Kechqurun hamma ketganidan keyin shu rasmning tagiga joy solib beraman. Termulib yotaverasan deb dashnom berardi. O'shanda 5 yoshligimda oradan 35 yil o'tib, shu insonning obrazini O'zbekiston televideniyasida ilk marotaba gavdalantirish menga nasib etishini Alloh yuragimga solgan bo'lsa, ajab emas. Yosh Muhammadali mas'uliyatli, ota-onasi buyurgan yumushlarni a'lo darajada bajarishga odatlangan farzand bo'lgan. Otam paxta zavodida ishlagan, onam uy bekasi edi. Uydagi ishlar bilan band bo'lardi. 14 yoshligimda dadam insult bo'lib qoldilar. U paytlarda paxta qabul qilish jarayonida juda katta janjallar bo'lardi. Ana shunday janjallarning birida qo'l paxtani qabul qilmasligini aytayotgan paytda yiqilib, qon tomirlari yorilib yotib qolganlar. 40 kundan keyin o'zlariga keldilar-u, baribir nogiron bo'lib qoldilar. Shu sababli o'smirlik paytimdan oiladan erkak kishi qiladigan yumushlarning hammasi mening zimmamga o'tdi. Onam yopib bergan nonlarni choyxonada sotardim. Bir oyda 20 qoplab sotib olingan unni o'zim uyga tashib taxlardim. Ammo o'shanda 70 kiloli qopni ko'tarish hazilakam ish emasligini o'ylab ham ko'rmasdim. Chunki shu ishlarni qilishga majbur edim. Aktyor 1970-1974-yillarda Toshkent davlat san'at institutida ta'lim oladi. Uning so'zlariga ko'ra, bu yo'nalishni tanlashga qaysidir ma'noda matematika fanini yomon ko'rgani ham sabab bo'lgan. Maktab paytlaridanoq aktyorlikka havasim bor edi. Komsomol yubileyi munosabati bilan kompozitsiya tayyorlanib, Abdulla Nabiyev piyesasidan kichik lavha sahnalashtirilishi kerak bo'ldi. O'shanda Abdulla Nabiyev roli uchun tanlov e'lon qilindi. 60-70 nafar o'quvchisi qatnashgan kastingda bu rol 14 yoshimda menga nasib etdi. Ana shu rolni ijro etganimdan so'ng ko'nglimda san'atkor bo'lishni istagi paydo bo'lgan. Juda kuchli xohish bo'lmagan bo'lsa ham har qalay yaxshi kasb ekan deb qo'ygandim. Lekin uydagilarning xohish qistovi bilan san'at yo'nalishiga emas, Toshkent davlat universitetining geografiya fakultetiga hujjat topshirdim. Chunki ota-onam pedagog bo'lishimni istashgandi. Lekin bu fakultetda ham birinchi imtihon matematika ekanligini bilmagan ekanman. Maktabdagi eng yomon ko'rgan fanlarimdan biri shu edi. U paytlarda o'qishga kira olmadim deb qishloqqa qaytib borish uyat hisoblanardi. Poytaxtda xolam yashab novvoylik qilardilar. U kishi menga uyga o'qishga kirdim, o'qiyapman degin.
keyingi yil o'zing xohlagan o'qishga kirib olasan deb maslahat berdi. Qaysi yo'nalishni istashimni so'raganida, qayerda matematika yo'q bo'lsa o'sha yerga kiraman deb javob berdim. So'ng 1 yil davomida xolamnikida yashab, ularga yordamlashib, surishtirib ko'rsam, faqatgina o'zim sal tushunadigan san'at institutida matematikadan imtihon yo'q ekan. Shu bilan san'at yo'nalishiga hujjatlarimni topshirib o'qishga kirdim. Abdulla Nabiyev rolini o'ynaganimda bu obraz uchun oq ko'ylak kerakligini aytishdi. Qahramonimning o'limi oldi qiynalgan sahnasi ijro etish uchun oq ko'ylakni yirtib qizil bo'yoqqa bo'yab kiyishim kerak ekan. Aksiga olib, u vaqtlarda kiyim-kechak unchalik ko'p bo'lmagan. Mening oq ko'ylagim yo'q edi, lekin dadamning yangiroq bir oq ko'ylagi bor ekan. Shuni hech kimga bildirmay olib, yirtib, bo'yab spektaklda o'ynadim. So'ng ko'ylakni qog'ozga o'rab uyga kelsam, onam bilan dadam o'tirishgan ekan. Onam qo'shnimiz to'y qilayotganini, dadam oq ko'ylagini kiyib to'yga chiqmoqchiligini, ammo uni topolmayotganliklarini aytib, ko'rgan-ko'rmaganimni so'radi. Ko'ylakni ko'rganimni topib berishimni, biroq endi uni kiyib bo'lmasligini aytdim. Nega deb so'rashganida qog'ozni ochib ko'rsatdim. Onam bo'lsa, "Voy sho'rim" deb yubordi. Dadam ko'ylakni nima qilganimni so'radi. Spektakl uchun shunday qilishga majbur bo'lganligimni tushuntirdim. Shunda dadam, "Hali bir ishing boshini tushib, maosh olib menga bitta ko'ylak olib berasanmi yo'qmi, lekin tuppa-tuzuq ko'ylakni rasvo qilibsan" deganda. O'sha kuni payti kelib maosh olganimda dadamga 10 ta ko'ylak olib berishni ko'nglimga tugib qo'ydim. Keyinchalik Termizda birinchi maoshimni olganimda rostdan ham 10 ta ko'ylak sotib olib dadamga berdim. Dadam hayron bo'lib, "Nima, umrimning oxirigacha yetadigan ko'ylab olib keldingmi? Shunchasini nima qilaman?" dedilar. Ularga bir necha yil avvalgi voqeani eslatib, ko'ylakni ilk maoshimdan olganligimni aytdim. Ular bilan o'tgan o'sha damlarni juda sog'inaman. Muhammadali Abduqunduzov garchi o'zi xohlar xohlamas 1 yildan keyin qaytib kelish niyati bilan Mannon Uyg'ur nomidagi Surxondaryo viloyati teatriga ketgan bo'lsa-da, keyinchalik bu yerda 11 yil davomida samarali mehnat qilganidan sira pushaymon emasligini yashirmaydi. Diplom spektaklimizni topshirganimizdan keyin Surxondaryo teatrining bosh rejissyori kelib, bizni ishga taklif qildi. Boshida bundan juda xafa bo'ldim, chunki avvaliga spektaklimizni ko'rib, Bahodir Yo'ldoshev teatrga olgandi-yu, so'ng yuqori tashkilot aralashuvi bilan ro'yxatdan o'chib ketdik. Albatta, Elyor Nosirov, Halima Nosirovaning jiyani, Baxtiyor Qosimovning otasi ham shu teatrda ishlaganini tushunardim. Barchasini anglasam-da, baribir bu holat yuragimga og'ir botdi. Mahoratli aktyor 1975-yilda Valentina ismli rus qizi bilan oila qurgan. Termiz teatrida 18 yoshligim nomli spektaklni sahnalashtirayotgan edim. Rahbariyatning chaqiruvi bilan Valentina Toshkentdan bizga yordamga keldi. Chunki u paytlarda viloyat teatrlarida mutaxassis xodimlar biroz taqchil edi. Valentina bilan repetitsiya jarayonida tanishdik. Asta-sekin o'rtamizdagi munosabat muhabbatga aylandi. Avval u islom dinini qabul qildi. Shundan so'ng shar'iy hamda qonuniy nikohdan o'tdik. Boshida ayolim o'zbek tilini umuman bilmasdi. Urf-odat va an'analarimiz ham unga mutlaq begona edi. Ketma-ket 2 o'g'il farzandli bo'ldik. U paytlarda rus tilini bilmaslik uyat sanalgani, busiz karyera qilib bo'lmasligi haqida o'ylab, farzandlarimni rus maktabiga berishga qaror qilgandim. Ammo ayolim menga qarshi chiqib, o'g'illarimizga o'zbek maktabiga borishlarini qat'iy ta'kidladi. Onasi tilni yaxshi bilmagani uchun boshida bolalar maktabda biroz qiynalishdi. Albatta, rus qiziga uylanganim onamga ma'qul kelmagan. Hayotimdagi bu burilish oilada katta nizo hamda muhokamalarga sabab bo'lgan. Keyinchalik bolali bo'lib, ulg'ayib, O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azim bilan quda bo'lganimizdan keyin munosabatlar ancha yumshadi. Ayniqsa onam qattiq betob bo'lib jigar xastaligiga chalinganida ayolim u kishini sidqidildan parvarishlab, duolarini oldi. Shukrki, kech bo'lsa-da hammasi joy-joyiga tushdi. Inson ko'ngli istamagan odam bilan yashay olmaydi. Yashagan taqdirda ham uyda tushunmovchilik va ziddiyatlar arimaydi. Ayolim san'at sohasini yaxshi tushungani uchun spektakl yoki kinodagi sahnalarini berilib o'ynashimni maslahat beradi.
Agar u boshqa soha vakilasi bo'lganida vaziyat mutlaqo aksincha bo'lishi mumkin edi. Chunki o'rinsiz rashk ijodkorni sindiradi. Turmushimiz davomida bir-birimizni avaylab, ahil yashab kelyapmiz. O'zbekiston hamda Qoraqalpog'iston xalq artisti, Bobur nomidagi xalqaro mukofot laureati, Mehnat shuhrati ordeni sohibi, 72 yoshida o'zi bitirgan oliygohning professori unvoniga erishgan hamda 2020-yildan buyon oliy ta'limda talabalarga dars berib kelayotgan Muhammadali Abduqunduzovning qalbida Gamlet rolini sahna va ekranda yaratish eng katta armon bo'lib qolgan. Bugungi kunda Muhammadali Abduqunduzov Jahongir va Sardor ismli farzandlarning otasi bo'lishi bilan birga 5 nafar nabiraning suyukli bobosidir. Aktyorning Muzaffarshoh ismli nabirasi taniqli Vayner Aisha Ibrahimzada bilan oila qurgan. 2026 yilning 30 mayi esa uni aktyor Evarali bo'ldi.